ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib oling. Chunki hech kim hali buni retseptini sizlarga tekkanga o'rgatmagan. Yangi yil kuni hamma birdek sevib yeydigan norinni semirtirmaydigan variantini tayyorlaymiz. Ishimizni birinchi kepak unidan xamir qorib, tindirib olib yoyishdan boshlaymiz. Bu yog'i oddiy klassika. Norinni xamirini tayyorlabman-u, asosiy go'shti yodimdan ko'tarildi. Darrov oyog'imni qo'limga olib korzinkaga yugurdim. Sizlar ham eshitdinglarmi? Korzinka do'konlarida bor yo'q 69900 so'mga. Sifatli, eng muhimi halol go'shtdan topsanglar bo'ladi. Go'shtni hamyonbop narxlarda barcha korzinka tarmoqlardan topsanglar bo'ladi. Siz yumshoq bo'lib pishadigan go'shtlarimizni qaynatib olib, go'sht pishgan mazali suvda xamirlarni ham qaynatib olamiz. Xamirni ko'p qaynatib yormanglar, bitta qaynab chiqqandan keyin olib quritib olamiz. Yaxshilab qurigan xamirlarni yog'lab ketma-ket taxlab olamiz. Pishgan go'shtni 3-4 soatga morozilkaga qo'yib qo'ysanglar, kesishinglar osonroq bo'ladi. Go'sht yumshoq bo'lib pishganini ko'rdinglarmi? Endi navbat xamirlarni ham maydalab olish kerak. Oxirgi shtrixlar qoldi. To'g'ralgan go'sht va xamirlarni solib, norinni mazasini yanada mazali qiladigan zirini ham solib yaxshilab aralashtiramiz. Endi yangi yilda ham kayfiyatimiz, ham qomatimiz joyida bo'ladi. Sifatli mahsulotlarni bo'lsa har doimgidek korzinkadan olamiz.